Endi 3-chi hikoyani tepagan to'rdishimizning buvoq vaqtiga bu 2002-yil. Apisi bu qizni tug'ib, shu uyda yotgan kun ekan. Jiq hikoyalar chiqadi-ku yolg'iz qolmaydi deb. Bular yolg'iz qolibdi-da. Shu yolg'iz qolib, shu buvoq yindiga qizi qarab yotgan vaqtida tuyuqsiz uyning eshigini chekmabdi. Eshik ichiliblam bir ayol kiribdi-da, notanish bir ayol. Kiyimlari shunda normal, qo'lda mundaq bir tovoq deb qo'yamdi, qiraqqa o'rab ichi birini o'xshaydi. Shuni ko'tarib, "Voy, keldim, tug'ib oldingizmi?" u bu deb kiriblam, ko'rishib, o'tirib parang'ishdi-da edi. Bu kimdi deydi, esimga ololmayapman deydi, xijil oldi ekan, satturmusun bir tonish bo'lsa deb. O qandaq u bu deb shu to'g'ri bilan so'raydi, uni so'rab, buni so'rab, shunda xushqo'y parang'ishib ketirganda bu ayol. Bu kimdi deb apis faqat esiga ololmaydi, bir vaqt bolni ko'rib boqay deb bolag'imda qarasa, bu buvoq, bizga deb bergan qizning buvoq vaqtida shu boshda uxlayotganken shu uyg'onib bu ayolni ko'rib ajoyib bir cheqirab yig'lab ketar ekanda. Shuning bilan qarab tursa bu ayol yo'qolib ketar ekan ashadlam. Shunda bu apis shunda bir qo'rq ketar ekan. Keyin boshqalar kelgandan keyin voy mushtaq bir ayol kirib yo'qolib ketdi desa, voy sizga shundoq ko'rinibdi, yolg'iz qo'yimsa qo'yibdi ekan. Diqqat qilsa qo'lidi ekan deb. Bu ish shundoq o'tib ketar ekan. Endi shu ishdan keyin bu qizning apisiga to'g'ri ashundaq birimlar ko'rindigan bo'lib qoldi ekanda. Notanish bir odamlar uyga kirgandek, chiqqandek, yo'lda ketyapsiz bir sinib kelib gaqib qo'ygandek, ashundaq bilindi ekan. Amaliyot yo'q odamlar ekan u. Shuning bilan yana bir qitim g'uljug'i bordi ekan bular. G'uljug'i berib, shu yerda bir do'stining uyi bor ekan, shu uyda o'tirib, do'sti birga ketib qoldi ekan. Bu qiz bilan apisi shu yerda parang'ishib, andan bu qiz bir ish qilayotganda apisi yolg'iz o'tirib birdamlik kellam, "Nimda qaramaysiz? Mehmon kelsin, qarab qo'ymay dumbingizni qilib o'tadingizmi?" deb tafsir ekanda. "Voy opa, kimga qarayman?" desa, "Voy hozir birisi kirdi-ku" deb. U apisining nazarida uyga bir mehmon kirib, paranglashib, uni buni so'rab, "Qizingiz qaramay o'tirdi-ku" deb shundoq gaplarni qilib xijil qilib chiqayotgan ekanda. Amaliyotda bu qizning nazarida u uyda apisidan boshqa, apislar o'zidan boshqa hech kim yo'q ekan. Mana shundoq bo'lib qolgan ekanda bu qizning apisi. Endi buni hozir mana meditsinalarda jinshinfilya deb qo'ydi. Shundoq biz ko'rmagan odamlarni ko'rib, anglamagan ovozlar quloqlariga anglanib, birsi gap qilib, tushunmaydigan tillarda gap boshda qildigan ishlarni meditsinada jinshinfilya deb buni davolab saqayt qilib bo'ldi-ku hozir. Shuning bilan bu kunlar o'taverdi-ku, bu qizning apisi shundoq uyga mehmon keldi deydi, qarasa hech kim yo'q. Nimdoq choy qo'ymaysizlar deb qopib ketdi, qarasa yana hech kim yo'q. Shundoq o'tib, hatto bir kuni bularning uyimi shu Urumchidagi cho'nlab yandiki. Yana bir do'stining uyiga bu apisi bir ish bilan berib qolganda, berib qo'nib qoldi ekan. Shu qo'nib kechdi yotganda shu o'choqlarda issiq deb ishini ichitib yotadi ekan. Shu teshidan kichik shu shopaloqchilik, barmoqchilik odamlar jiqqida, yomonjiq deydi. Kirib bu hadashni shu ko'tirib mangdi ekanda. "Voy tova mola nima qildi" deb kichik odamlar ekanmisi. Biroq onda tashitib hammasi qochib chiqdi ekan. Tillagandan keyin. So'ngra voy tova deb joyiga qaytib yetib qoldi ekan. Endi shu kundan boshlab texmi ig'irlashib ketdi ekanda bu ishlar. Shu optuzga o'tirib qaytib kelay deb uyga keliblar. Shu bekatga tushdi ekan, tushib o'zining mahallasini tanimay qoldi ekan. "Voy mening uyim nerda qolganda men naki qoldim" deb bir daraxtga o'sha o'tirib, bir qo'shnisi chiqib bu yerda o'tiribsiz desa, "Voy men uyimni unutib qoldim, siz kim deb qo'shnisini tanimay qoldi ekan. "Voy nimda qilsiz" deb uyga kirib qarasa o'zining uyi, qo'shnisi shu burungi qo'shnisi. "Voy men mushta bo'lib qoptimi" deb shu chaqda o'zimi his qildi ekanda. Undan burun "Voy nima deydigansizlar, bu keldi bir odam" deb jurat ekan. Shu qitim endi o'zi haqiqatan his qilgandan keyin shu bir davolanishlar bo'lib, "Bundan ikki bolam bor, bolamni men bunda qilib kelsam qanday bo'ladi" deb shu meditsinada, tibbiyda, yerlik usullarda davolanib, hozir yaxshi ketdi. Endi bu turdishimizning yana bir hikoyasi bor ekan. Bu nevra inisining beshiq kelgan-ki, shu chaqlarda bu nevra inisi oliy maktab imtihon berish tayyorlik qilayotgan vaqtlar ekanda. Shu chaqda bular ashlarning uyiga berib qoldi-ki. Berib qarasa, bular shu derizlariga, eshiklariga yog'ochlarni choplab qo'ygan ekanda. "Voy bu nima ish" deb so'rasa, shu bo'lni opis deb birdi-ki, "Voy bu mushtaq bir og'inchi bilan bir o'rmonlikda o'ynabdi-ku" deb. Bir yo'ldosh og'inchi aka bo'ldi. Ikkisi o'ynaymiz deb chiqib bir daraxtlarda yurdi-ku bular. Yurib shuning bilan
biroq bu bola men kichik tarat qolay deb u bir nim bo'lmagan ekan bir yerga bordi ekanda berib qilib qarasa putining yonida bir qog'oz gul turganda shuning bilan bu bola uqmaydi ekan uning nimaligini haliqi yo'ldosh og'asini chaqirib qara man nima deb so'rasa voy bu işte yo'qib ketgan odamlarga chachadigan gul bu yangi ko'mga vaqti bo'ldi bu menga birisini ko'mga o'xshaydi deb bushkisi u yerdan qechib ketar ekanda shuni anglab bu bola bir xil bo'lib qoldi ekan kechda yetib qoldi ekan yetib bir vaqt bo'lganda tushga bu tushida shu hujurasining oldida eshikning oldida bir yosh qiz chechkolda hozirgi davrning qizi ekan kiyimlari ashad qarab turgan ekanda voy deb bu bola shunda bir qo'rqitar ekan angacha tushida opasi kelib u qizga pichoqlarni tanglab qo'g'lab boshlab ketar ekan shu yerda qo'rqitib bir uyg'on ekan uyg'onsa yana tushganda tushining ichi tushgan shu yana ashada ash qiz turgan shuning bilan bu qitim opasimi yo'q yana shundoq bir qo'rqib uchinchi qitim uyg'onganda hamda endi opasi turgan ekanda voy opam shtaq eğer bir kız turadi siz qo'g'ildingizmi u bu yo'q qarasam bek qarab esib qiynalib ketyapsa xeyli oldu sen bular bu qil shu ansirab beshing turgandim deydi ekan shu kundan boshlab bu bolaga hamda shu to'g'ri shu bir qiz tushib kirib gapirmaydi ekan qarab turdi ekan tushida ko'z bilan bu bolani qor bosgandek medarlamay qiynalib ketar ekan oxir bo'lmay bir yo'ldosh qiz bor ekan ancha muncha doktorlik o'qigan shu qizga ko'rsatsa voy bu shundoq bir yangi ostiga kirgan bir qizning ko'mgan yerining atrofida maynat chiqib qo'yibdi shunga keyinib kirib olibdi hamma yo'lga sevitdi sizlar ashak berib uni qilinglar buni qilinglar ani kuydiringlar mani kuydiringlar deb gapiribdi shuni qilgandan keyin andan keyin shu derizlarga shoptilning yog'ichini choplab qo'ysanglar ishlar qo'rqidi deb shu qiz shunda deganki deriz eshiklarga choplayotgan yog'ochlar shoptilning yog'ichiga anandaki yostiqinimi shoptilning uruqida yostiq yasab ichiga silib aytaq yotar ekan shunday qilgan keyin bolmi o'ngshalgan bo'ladi ekan imtihonlarga normal qatnashib normal maktabda o'qib hozir bir yer ishlayotibdi boshqa ish bo'lmabdi-da oxirisida endi 4-hikoyamiz bu g'uljidan bir to'rdishimiz deb turibdi shu chog'da maska sababli uyda bo'lib ketgan vaqtlarga bular 3 qiz bir o'g'il 4 bola ekanda opasi bilan bo'lib turdi ekan bir kuni kechda opasi inisi eng kichik singlisi bir uyda yotgan ekan bu qiz bilan hadisi yana bir uyda yotgan ekanda shu yetib kechada bir vaqt bo'lganda bu hadisi men ajratga chiqatdim qo'rqyapman chiqish beradi deb bu qizni uyg'otar ekan lekin bu qizga xush yoqmaydi ekanda qo'rqib chiqish voy bu yerda o'zing chiqa deb yetib oldi ekan shu hadisi o'zi yolg'iz chiqib bir qachon kirib yetdi qolganini uqmaydi ekan uxlab qoldi ekan shu ertasi parangish bo'lib turib gapdan gap chiqib bu opasi deb qoldi ekanda oqshom u burni hadisiga deydi ekan u burni chiqib birisi bilan yomon parangishib ketgan shikinglar parangishib kirdinglarmi deb so'raydi ekan so'ragandan keyin ma qiz deydi ekanda yo odam o'zi yolg'iz chiqdi deydi ekan sen kim bilan parangishdiramsan deb so'rasa u hadisi eng kichik singlisini opasi bilan bilayotgan singlisini shu mani uyg'otsam qo'rqmadi o'zim chiqay bo'ldi deb chiqsam kirtingda kichik singlim bor ekan sen men bilan chiqib bersam ma'qul deb ikkimiz birga chiqdik qo'l tutishib kirib saqlab turdik birga chiqdik deb shuni deydi ekanda bu gapni anglab bu kichik singlisi qo'rqib ketar ekan yig'lab ketar ekan shadan voy adam men oqshom chiqmadim chiqqan bo'lsam men esimda bo'ladi deb endi shu yerda yig'lab ketar ekan opisimi voy bu singling teshik chiqmadi oqshom chiqqan bo'lsa men uyg'onatdim u bu deydi ekan shu bular talashib oxiri bu hadisni ashta jo'yilib qolsa ko'zingga ashta ko'rinib qolibdi deb o'tkazib ekan endi shu kuni kech bo'lganda madapagan qiz men adam bilan yotmayman deb opasini kirib yetib oldi ekanda hadis men yolg'iz yotmaydim deb eng kichik singlisini yeniga kirib oldi ekan almashgan bo'ldi ekanda hisobda bu ikkisi shu kechasi endi hadis uxlayotganda bir vaqt bo'lganda bu singlisi eng kichik singlisi nafaslari tezlashgandek bo'lib qor bossa bir qiynalib ketirgan odam shundoq bo'lgandek bo'ldi ekan voy buni bir qor bosayotgan nima berib chiroqni yoqay deb qo'pidi ekan qo'pib chiroqni yana mong'icha bo'lgan orliqda bu kichik singlisi endi shunday bir odam tushunmaydigan g'alati bir tilda yomon jiddiy gapirib ketar ekanda u bu bir bilan deb ketar ekan
Bunu anlap verdi şunda qo'rqib ketirgan chiroqni qaydab chiroqni oz qolganda birisi yugurib kelib qo'lni tutgandek muzdek bir qo'l bu Edisonning qo'lini tutib olganda vayjon deb chaqirib chiroqni yondirdi ekan. Singlisimi abay so'zlayotgan singlisi uyg'onib ketirgan hada nim bo'lding deb. O'ysam mushta qilib ketdim bir qo'lim tutdi deb bu ish qo'rqiblam singlisini eplab opasining kirib oldi ekan. Qo'rqmanglar deb to'p bolsini shu ana qanot astig'ib shu kuni ham ashtaq yetib qoldi ekan. 2 kun da ashtaq bo'lgandan keyin Ediston boshlab bu uy junub qoldi ekan. Undaq gaqildigan, anglandigan, jo'ylaydigan ishlarni yo'qolib ketdi ekan. Mushundaq bir sir bo'lib qoldi bizning uyda deb mush to'g'ri ishimiz deb turibdi ekan. Bugungi hikoyalarimiz shuncha bo'lsin.